Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rgazmamizga ozgina qoldi. Mana bunaqa baquvvat texnikalarimiz keldi. Xudo xolasa bizga ham nasib qilsin shunaqasi. Paxtalar narxi tez oshib ketsa, bug'doyga ham subsidiya olsak, mana shunaqa texnikalarni xudo xolasa olamiz. Endi mana texnikalar kelish boshladi, ko'rsanglar bo'ladi. Manzilimiz Toshkent shahri Bodomzor metrosi yo Minor masjid tomonidan kelasizlar. Ko'rgazmamiz 26-dan 27-28 chislolari bo'ladi. Seminarlarimiz bo'ladi. Albatta kelinglar. Mana bu yerda mehmonxonamiz bor. U ko'rinayotgan bo'lsa, Azimut deb yozib qo'ying. Eski Intercontinental. O'tga kirib o'tirmagan, o'tda klasterlangan joy, qimmat mehmonxona. Biz sizlarga alohida ro'yxat beramiz. Mehmonxonalarimiz bor. Kechasi yotib, ertalab kelaverasizlar. Baribir osh-ovqatimiz hammasi, obedimiz hammasi chetda, xudo xolasa. Birga bo'lasizlar degan umiddamiz. Kelinglar. Xayriya auksionlarimiz bor. Kelib, maza qilib bir-birlarimiz bilan diydorlashib, ko'rishib, gaplashib, mana shu dam olib ketasizlar, xudo xolasa. 3 kun bu yerda ish emas. 3 kun dam olishga kelinglar. Birgalashib, xudo xolasa, shu ham texnikalarni ham muhokama qilamiz. Paxta bug'doylarni muhokama qilamiz. Kooperativlarimizga zakazlar bor, xudo xolasa. Mana hozir chigitiga alohida semichka ekib beringlar deyapti, so'ya ekib beringlar deyapti, mosh ekib beringlar deyapti. Ko'p zakazlar bor. Ular bo'yicha alohida shu uchrashuvlar bor, B2B eksportyorlar bilan boshqa uchrashuvlar. Endi seminarlarni aytib o'tganmiz, albatta yotoqxonalarda ham ro'yxatini tashlab beramiz. Qarab, o'zingizlar ham topsanglar bo'ladi. OLX ga kirsanglar ham topsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa, bu ro'yxatdagidek telefon qilib surishtirib topish imkoniyati bor. Kutamiz.